Srochniy bir uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Srochniy sotilishi kerak. Yana arzon narxda, juda ham arzon narxda. Xo'p, buning manzillaridan keladigan bo'lsa, xudo xolasa, Shayx Jalil bog'iga yaqin, Bontam degan yerida, Xo'jako'l mahallasi, ya'ni 5 ta mahallaga qaraydi boramiz. Mana shu anda hozir manzilni to'g'ri sizga tushuntirib o'taman. Buning manzilidan keladigan bo'lsa, Qipchoq yo'ldan tushib kelayotganimizda Shayx Jalil bog'iga o'tmasdan mana shu yo'l bilan, ya'ni To'rtko'lskiy trassaga chiqib ketadigan yo'l bilan yurganimizda, Xo'jako'l mahallasi Bontam degan yerida sotiladigan uyimiz bor. Xudo xolasa, Srochniy sotilishi kerak. Videoni oxirigacha ko'ramiz. 5 ta mahallasi Qipchoq yo'ldan Shayx Jalil bog'iga qarab yurganimizda, Xo'jako'l mahallasi, ya'ni Bontamga burilganimizda mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mana shu yo'l bilan davom ettirib ketadigan bo'lsak, To'rtko'lskiy trassaga chiqamiz. Mana shu o'rimizda 16 sotikli, dokumenti 16 sotik, zahvat yana ham 16 sotik bor deyapti. Ya'ni общий 32 sotik deyilyapti. Shifrlari hamma narsasi qilingan, Srochniy mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Endi bu o'rimizda shifrlari qilingan ishlar sinovlari kosmetikaga kelib turibdi. Undan oldin siz Mang'it Vakil kanaliga obuna bo'lib, like podpiskani bosib qo'yamiz. YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bir telefon o'ynaymiz. Mana shu o'rimizda shifrlari qilingan, akfalar qo'yilgan, eshiklari hamma narsasi toza. Endi o'zlaringizga xos qilib ishlab olsangiz bo'ladi. Old orqasini yegishlik qilib tayyorlab qo'yibman deyapti uy dingalari. Mana shu o'rlarimizni chegalarini olib tashlab, qaytadan ishlab berganman deyapti uy dinalarini. Ko'rsizlar bo'ladi. Uyimiz shifrdan ham 40-50 million so'm ketib qoladi bu uydan. Mana shu holatida xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Endi uyimiz ichki tarafi polni sivol turibdi. Tapchalari bor, mana ko'rsizlar bo'ladi. Endi bu yerda kichkina pollab orsazlar. Montajlar Yevro montaj qilingan, missimdan qilingan deyiladi. Buni ko'rsizlar bo'ladi. Polnistiy montajlari qilingan ekan. Eshiklardan toza mana ko'rsizlar bo'ladi. Bu yerimizda manaki birinchi xonasi pol patolog qilingan, notajniga kelib turibdi. Qolgani kosmetika. Mana shu holatda. Bu yerimizda manaki xonalari. Bu yerimizda yana bir zal mana ko'rsizlar bo'ladi. Mana shu holatda. Montaj hamma narsasi qilingan. Bu yerimizda yana bir xonasi. Ko'rsizlar bo'ladi. Peshvorlar qoldirilgan. Peshvorlarsizda bo'ladi. Yaqinda gaz keladi dedi. Bo'rimizga to'qlari hamma narsasi bor boshqa. Mana bo'rimiz ham tualet banyaga maslahatman deyapti dingalari. Endi o'zlaringiz uchun yana bir ko'rishtirib olasizlar. Mana shu uyimiz Srochniy sotuvga qo'yilyapti. Kimga qiziq qolganmiz, tez aloqaga chiqamiz. Bo'rimizning narxini aytishdan oldin YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Yaqinda telefon o'ynaymiz. Xo'p, bo'rning narxi bo'lgan bo'lsa 120 million so'm aytadi. Yana ochib tortishib ozgina kelishadigan yerlari bor deydi. Srochniy sotishim kerak deyapti. Pul juda ham zarur bo'lib qolibdi bu akamizga. Shuning uchun tezda aloqaga chiqib bariga qoramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, dokument hamma narsasi soz, tur nazoratda sanoqsizlar bo'ladi. Mang'it Vakil kanalidan uzoqlashmang.